Assalomu alaykum do'stlar. Hammalaringizni 2026-yil kelayotgan yil bilan tabriklayman. Surxondaryo chasiga bayramni boshladik mana. Go'shtlarimiz marhamat qilingan. Xudo xolasa bugun oilaviy shashlik. Kim yangi yilni qanday nishonlayapti? Kommentariyaga yozib qoldiring. Cho'g'imiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tobida pishyapti. Mana onu. Judayam ko'p yelpisangiz, cho'g'ini kuchaytirib olsangiz, qattiq bo'lib qoladi. Shuning uchun o'z holatida pishirgan ma'qulroq. Shashligimiz pishdi. Kutib qolamiz hammani. Marhamat. Sog' bo'linglar. Bayramni yaxshi o'tkazing.